Bu videoni srochniy dalnaboshik boy akalarimga tashlab qo'yasiz. Sizga ishondimmi? Shunday patlista tugmasini bosib, dalnaboshik Cobalt'ni mexanikasini olaman degan do'stingizga tashlab qo'ying. Darkmon Blue rangda 2023-yil ishlab chiqarilgan mexanika korobkada Cobalt moshitasini siri uchun obzor qilib beramiz. Yurgan probegini hozir ko'rsatib beraman. Keling. Yurgan probegi 143.900 km. 4-pokoleniya metan gaz. Xo'p, CC monitorlari bor, yaxshi chexollar taqib qo'yishgan ekan. Xo'p, o'zini shtatli pultlarigacha bor ekan. Xudo xolasa, olasizlar, tayyor minarkasi xudo xolasa, balonlari ham o'rtacha holatda. Mashinamizda bitta mashkarilosa kraskasi bor ekan. Qolgan joyini apparatimiz bo'yicha polni tekshirib chiqdik. Qolgan joyi xudo xolasa toza ekan. Xo'p, mashinamiz endi narxiga keladigan bo'lsak, boy akalarim, endi dalnaboshik akalarimiz mexanikaga qiziqishadi-yu. Gazni kamroq rasxod qiladi. Keyin aytganingizni qiladi-yu, bu to'g'rimi? Haliga trassaga tushib olib 150, 160, 180 ga ham taqab yurasiz, mana siz uchun mexanika. Bunaqa 2023-24-yil Cobalt'larning mexanikasi juda kam chiqqan agar bilsangiz. Mana siz uchun svejisini olib kelib qo'ydik. $10.100 ga bosib olsangiz bo'ladi. 10.100. 2023 143.000 probegda. Bosinglar.